Abdulla yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Mana rahmat, Xudoga shukr. Necha yildan beri bu sohada siz mana bugun ustozlarni, sochlarni shu sahnaga tayyorlayapsiz-da? 11 yildan beri shu sohadamiz. 2017-yildan beri mana san'atkorlar bilan birga ishlab kelyapmiz. Xudo xolasa shu xizmatlarda, endi xizmatida. O'zi bu sohani o'rganish uchun necha yil vaqt sarflash kerak? Sizning darajangizga yetish uchun mana Endi bu katta davralarda o'zingizni sohangizni namoyon qilyapsiz. Endi bu odam o'ziga bog'liq birinchidan. Men o'zim aslida o'rganishimga 1 oy vaqt ketgan. 1 oydan keyin mustaqil ishlashni boshlaganman. Undan keyin harakatga bog'liq. Men bunaqa davralarga kirib, harakat qilib qo'limizdan kelgan. O'zi asosan ish faoliyatingizni qayerda borasiz? Menda hozir Bektemir tumanida, Vodniyda, sentrida shu yerdamiz. Bundan tashqari ham yana boshqa katta proyektlarda ishlaysizmi? San'at sohada ozgina nimam bor, o'zim doirachi bo'lganman. Bu sohada oldin bejizga emas ekan san'atkorlar bilan ishlashingiz. Shunaqa. Endi shu ozgina o'zimizga kichkina bizneslarimizni yo'lga qo'yganmiz. Parfyum bizneslari bor bundan tashqari. Universal, professional deb siz aytsa bo'lsa kerak-a? Balki. Mayli, ayollarga tabriklaringiz, izhorlaringiz bo'lsa 8-mart kuni bayram bilan tabriklar. Barcha onaxonlarni, opa-singillarni mana shu kelayotgan 8-mart ayyom bilan tabriklayman. Hammanglar faqat xursandchilikda, baxtli oila davrasida bo'lishinglarni tilab qolaman. Rahmat sizga, kattakon ijodingizga, ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat.